Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aziz ve süyümlük Şarkı Türkistanlık karındaşlarım. Bugün vakitsiz huzurumga çıkıp kaldım. Naytı mühim bir iş bilen. Mühim iş şu ki, körüvatkanınladek bir zörür çakırık ba. Bu çakırık nöbette bir ray sınaş sayıpsi açıldı. Bu ray sınaşka çakırık kılış zörüriyeti bilen müddettim baldu huzurunla çıkıp kaldım. Kirvant kılınladek mevzumuz ray sınaş hareketiga çakırık. Kırındaşlar, yakında vatanperver kırındaşlarımızın izlenişleri arkasında satqınlıqның hüccetlerden yeni bir bayqılıp toruğa koyuldu. Amma ködünla onu. Ma'lum bo'lishcha, bu satqın qilmishning tufaylidan Sharq Turkiston masalasiga qiziqadigan nurg'un chet elliklarning tushunchasimi burmulinib, Sharq Turkistonliklar mustaqillikni xohlamaydi ekan, Xitoylarning boshqarishi ostida avtonomiyaga rozi ekan degan xato qarashning shakllanishi, hatto umumlashib ketishiga sababchi bo'lgan. İzlenişlerimiz davamında muşunda xata qarashga kelib qolgan ba'zi chet elliklarning bu jihatdagi xato tushunchasi bizni cho'chitib o'tdi. Ular haqiqatdanmi Uyg'urlarning zo'r ko'pchiligi Xitoylardan ayrilishni xohlamaydi deydigan xato qarashda ekanligini deyishganida, hatto bizning mustaqillik orzusidagilar ko'p sonliq senin degenin xata degenimiz ularni hayron qoldirib o'tganligi masalaning qaysi darajada jiddiy ekanligini tushundirdi. Ya'ni ular Sharq Turkistonliklar Xitoylardan ayrilishni xohlamaydi degan bu qarashda shunchalik sobitlashganki, biz uning aksini deganimizda ular hatto hayron qoldi. Közleri çekçiyip ketdi qarindoshlar. Meselenin ciddiyetini mana buningdan anlag'ini bo'ladi. Ular hatto bunday qarashning texmi kuchlik qarash ekanligini tunji qatim anglayapmiz. Ilgari biz uchrashgan faoliyatchilardan hech biri bunday deb boqmagan deyishi bilan bizni hayron qoldirdi. Mana bu qarama-qarshidagi ikki hayronlikdan keyin ba'zi chet ellik siyosatchilarmi rasmiy bir roysinash ilib berish haqida tavsiyalarda bo'ldi. Biz chet elliklarning Sharq Turkiston masalasiga bu qadar parvosizlik bilan muomala qilib kelishidagi sirni tushungandek bo'ldik. Demak, ular masala bir davlatning ichki ishi sifatida sunilganligi uchun ana shunday parvosiz bo'lganligi aniq. Agar biz çoğallarımız bilen, çakırıklarımız bilen, muracitimiz bilen, şuarımız bilen, hareketimiz bilen, hatta kerek tepilse sıkkan ve eziz canlarımız bilen bu adakı arzumuzni ifadelemeydiğen bolsak, dünya efkarı Sharq Turkiston meselesini Xitoyning ichki ishi sifatida qarab, qarib olmaydiganligini yana bir qatim aniq tunib yetdik. Mana shu munosabat bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqimizning haqiqiy arzusi zodi nima degan nuqtadan chiqib bu raysinashni o'rinlashtirdi. Qarindoshlar, tarafiniz qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, meydaningiz, tashkilotingiz qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, ideologiyangiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, bir Sharq Turkistonlik bo'lsangizlar bu raysinashga ovoz qo'shing. Bu sizning milliy burchingiz. Bu sizning insonlik burchingiz.
Raysınашның нәтижесі e'lon qilindi. Kimning kim ekanligini yana bir qatim bilib bilish fursati bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Ovozimizning barcha dunyoga jakalaydi-ki, Sharq Turkiston xalqi Xitoy hukmronligining har qanday turini, iqinimi, qizilinimi, qarasinimi, kommunistinimi, demokratchisinimi istamaydiganligimizni, o'ziga xo'ja, to'liq mustaqil bo'lgan Sharq Turkistonni qurib chiqish orzumuzni dünya xalqi bilib qo'ysin. Ba'zi munofiq bilarmanlar, Xitoyparast bilarmanlarning nazarida ularning bilgisining kattaligi soyasida bu arzumuz qanchalik fantaziya, qanchalik utopiya ko'rinsin, Xitoy hukmronligini tan olib, uning avori fuqarosi bo'lishga rozi bo'lgandan ko'ra, mangu mustaqillik shuari to'lab, mustaqillik tushini tushab, mustaqillik yo'lida tipirlab, mushu yo'lda hayotimizni oxirlashtirishga tayyor ekanligimizni bildirib qo'yaylik. Növbette bu raysınaş şunçalik zürür ve tahirsiz bir mecburiyetki, Şarkı Türkistan meselesiga qiziqadigan, dikkat qiladigan nurg'un chettelliklarmi bunun neticesiga qarab turmoqda. Biz boshqalarning nazarida odamlik muomalasi ko'rishni tamo qiladigan bo'lsak, odamligimizni isbotlashimiz lozim. Bugungi davrda odamlik qulluqni tan olmaslik, can bedeliga hürlükке intilish orqali isbotlandi. Qulluqqa odatlanib qolganlarning odamligi gumonliqdir. Qarindoshlar, hammanglarni mushu raysınashga chaqiraman. Ovoz qo'shinglar. Raysınashning ulanması yana bir qatim mushu videoning inkas bölükiga çaplap qo'yiladi, shu yerdan ulashsanglar bo'ladi. Mayli YouTube orqali, mayli Facebook orqali bu ulanishni topalaysizlar. Hammanglarga rahmat. Alloh hammanglarni aman qilsin. Xo'sh.